Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar avvalambor. Men gapirgan so'zim shuki, biz kampiravatni biz hech qachon O'zbekistonga bermaymiz biz. Shuncha yildan beri ta'minlanib kelyaptimi? Hozir kampiravat ashitdagilar ayollarni O'zbekiston soldatlari uydan chiqarmayapti. Nima haqqi bor bunaqaga? Necha yildan beri ta'minlanyapti? Nima qilmaydi O'zbekiston? Например, biz O'zbekistonga borsak, biz vatan pasportlarimiz deb turib, sırası pasportunu tekshiradi. Qirg'iziston shunaqa bag'ri kengaygan bizga. O'zbekistonda indamayapti. Takay biz yuramiz biz. Bir qarich yerimizni biz bermaymiz biz O'zbekistonga. Qirg'izistonda bir qarich yer ham o'zimizga qimmatli bu. Bular O'zbekiston bosib kelaveradi bu yerda. Takay bosadi. Takay birlikdagilar chiqmaydi bu yerga. Qancha yerlarimiz bor, qancha joylarimiz. Mana Botkenning atrofini ham qancha yerlarimizni Tojikistonga o'tkazayapti. Hech qanaqa haqqi yo'q berishga. Qirg'izistonda yerimi bir qarich bo'lsa ham o'zimizga qaytarib bersini, birlikda so'raymiz. Qirg'izistonda o'zimizga qolsin. Na Tojikiston, na O'zbekiston berga haqqi bo'lmaz. Tug'ildikmi biz Qirg'izistonda? Bir qarich yer uchun ham jonimizni berishga biz tayyormiz biz. Hech qanaqa yo'q olishga. Meni atim Halimaxon, familiyam Xonmirzoyeva. Qirg'iziston fuqarosiman men, o'zimda yashayman. Lekin tug'an urug'larim Botken'da mana shu Kurshapda urug'larim hammasi shu yerda Botirtobda yashaydi. Takay joyda. Takay biz O'zbekistonga qul bo'lamiz biz. Haqqi yo'q bizni qul qilishga. Shuncha ishlatdimi bizga hech qanaqa bir so'mlik foyda bergan yo'q. Mana Kampiravat tomondagi joyimizni, Botirtob degan yerimizni ayildagilarni eshikka chiqarmasdan miltiq taqab turishyapti. Haqqi yo'q miltiq taqashga. Хорошо. Erkakka to'g'ri kelmasa erkakka ayol to'g'ri keldi. Men patriot bo'l, men chiqaman ayollarni ko'tarib.